Avvalo videoni boshlashdan oldin barchangizdan Avtomashina channeliga obuna bo'lishni, videoga like bosishni va qo'llab-quvvatlash uchun izoh qoldirishni so'raymiz. Chunki biz avtomobil olamidagi eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni aynan sizlar uchun taqdim etamiz. Bugungi videomizda 2026 Chevrolet Damas vani haqida to'liq va batafsil sharh beramiz. Bu model yillar davomida ishonchliligi, tejamkorligi va amaliy jihatlari bilan mashhur bo'lib kelmoqda. Avtomashina channel sizga shunchaki yangilik emas, balki real foyda beradigan tahlillarni ham yetkazib berishni maqsad qilgan. 2026 yilgi Chevrolet Damas tashqi ko'rinishida klassik shaklini saqlab qolgan bo'lsa-da, ayrim zamonaviy elementlar bilan yangilanganini ko'rish mumkin. Old panjarasi yanada ixcham va zamonaviy ko'rinishga ega bo'lib, faralar dizayni biroz o'zgartirilgan. Kuzov o'lchamlari shahar ichida harakatlanish uchun juda qulay bo'lib, tor ko'chalarda ham muammosiz yurishni ta'minlaydi. Damas vanining asosiy afzalliklaridan biri uning yuk tashish imkoniyati bo'lib, kichik biznes egalari va oilaviy foydalanish uchun juda mos keladi. Salon ichki qismi avvalgi modellarga qaraganda biroz qulayroq qilingan. O'rindiqlar materiali yaxshilangan va uzoq masofada haydashda kamroq charchashni ta'minlaydi. Old panel sodda, ammo funksional bo'lib, barcha boshqaruv tugmalari haydovchi uchun qulay joylashtirilgan. 2026 Chevrolet Damas dvigateli kichik hajmli bo'lsa-da, kundalik ehtiyojlar uchun yetarli quvvatni taqdim etadi. U asosan yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Bu esa bugungi kunda juda muhim omil hisoblanadi. Shahar ichida va qisqa masofali yuk tashishda Damas o'zini juda yaxshi ko'rsatadi. Transmissiya soddaligi va mustahkamligi bilan mashhur bo'lib, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari ham nisbatan arzon. Xavfsizlik jihatidan 2026 yilgi modelda asosiy talablar hisobga olingan. Tormoz tizimi ishonchli, kuzov konstruksiyasi esa kundalik foydalanish uchun yetarli darajada mustahkam. Albatta bu model transmissiya soddaligi va mustahkamligi bilan mashhur bo'lib, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari ham nisbatan arzon. Xavfsizlik jihatidan 2026 yilgi modelda asosiy talablar hisobga olingan. Tormoz tizimi ishonchli, kuzov konstruksiyasi esa kundalik foydalanish uchun yetarli darajada mustahkam. Albatta bu model hashamatli avtomobil emas, lekin oz narx segmentida maksimal foyda berishga qaratilgan. Chevrolet Damas'ning yana bir katta ustunligi ehtiyot qismlarining oson topilishi va arzonligi bo'lib, bu ko'plab foydalanuvchilar uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ushbu van qishloq joylarda ham, shahar sharoitida ham birdek qulay ishlatiladi. Yuk bo'limi keng va amaliy bo'lib, turli xil yuklarni joylashtirish imkonini beradi. 2026 yilgi versiyada shovqin izolyatsiyasi biroz yaxshilangan. Bu esa salon ichida qulay muhit yaratadi. Rul boshqaruvi yengil va aniq bo'lib, yangi haydovchilar uchun ham mos keladi. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Damas vani ishonchli, tejamkor va ko'p maqsadli avtomobil bo'lib, ayniqsa biznes va oilaviy ehtiyojlar uchun juda yaxshi tanlov hisoblanadi. Agar siz oddiy, ammo uzoq xizmat qiladigan mashina izlayotgan bo'lsangiz, bu model albatta e'tiborga loyiq. Video oxirida yana bir bor eslatib o'tamiz. Agar sizga avtomobillar haqidagi shunday batafsil va halol sharhlar yoqsa, Avtomashina channeliga obuna bo'lishni, videoni qo'llab-quvvatlashni va keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha belgisini yoqishni unutmang.